60 milliondan ortiq odam o'zbek tilida gapiradi dunyo miqyosida. O'zbek tili faqat O'zbekistondagina emas, balki atrofimizdagi bir qator davlatlarda ham keng ko'lamda rivojlanib boryapti. Endi bundan biz xursand bo'lishimiz kerak. O'zbekistonda o'zida 1 million odamga ko'payyapti o'zbek tilida gapiruvchilar soni yildan yilga. Dunyo miqyosida undan ham ko'proq bo'lyapti. Lekin o'zimizning ichimizda tilimizga zarba berayotganlar bor. Masalan, televideniyani oladigan bo'lsak, boshdan oyoq shevaga aylanib ketdi. Seriallar ham, badiiy filmlar ham, hattoki spektakllar ham mansang, votdi, ketopti deganga o'tib ketdi. Hatto bir filmni ko'rgan edim. Juda mashhur bo'lgan film, hamma maqtagan zo'r film. Shu filmda bir qiz ikkinchi bitta qizga sanammi deydi. Men u filmni bir necha marotaba ko'rganimdan keyin o'sha sanammi degan so'zning ma'nosiga tushundim. Sanammi, ya'ni sanam degan qizmi degan ma'noda gapirdi deb o'ylabman. Yo'q, u sen hammi degan ma'noda gapirgan ekan. Mana sizga shevaning rasvoligi. Sheva kerak, hurmat qilamiz, lekin ommaviy axborot vositasiga uni olib chiqib, buni norma, risoladagidek narsa deb bo'lmaydi. Adabiy til bu ramkalashtirilgan, chiroyli qilingan, lug'aviy tomondan shu tilshunoslik bo'yicha hammasini joy-joyiga keltirilgan til bu adabiy til bo'ladi. Mana shunday bir go'zal, eng haligi risoladagidek til qolib ketib, hamma shevaga o'zini urib yuborishi bu yuqoriga ko'tarilish emas, balki pastga qulash bo'ladi. O'z tilini sevgan inson adabiy tilda gapirishi kerak. Mana bir nechta viloyatdagi odamlar yig'ilib qolsa, hamma o'zining shevasida gapiradigan bo'lsa, bir-birini tushunishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ularni birlashtiruvchi narsa bu o'zbek adabiy tili bo'ladi. Demakki, adabiy tilga qattiq urg'u berishimiz kerak ekan, u bilan millatimizni, xalqimizni birlashtirishimiz lozim ekan. Buni o'sha mutasaddilar birinchi navbatda san'at ahli yaxshi o'qib olishi kerak. Filmlarni bundan buyon adabiy tilda ishlash zarur, shart. Chunki biz o'z ona tilimizga nisbatan hurmatimizni mana shu filmlar orqali ifodalagan bo'lamiz.